Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar. Sizlar bilan mana shunday fayzli kunlarda, fayzli xonadonlarda elimizda o'zining mahobati hamda tarovati ila dovruq qozongan Yakkasaroy tantanalar zalda uchrashtirganimizdan benihoya xursandmiz azizlar. Allayarovlar oilasiga xush kelibsiz. Albatta azizlar, diqqat e'tiboringizni davra markaziga qaratishingizni so'raymiz. Ayni daqiqalarda esa bugungi kechamizning qahramonlari Islombek hamda Yulduzxon davraga kirishga tayyor. Keling, barchamiz ularni ochiq chehra ila qarshi olsak. Illo Yakkasaroy eshiklari ochilganda yoshlarimiz ko'radigan birinchi eng zo'r manzara bu sizni ko'tarinki kayfiyatingiz. Shunday ekan, barchamiz o'rnlarimizdan turamiz. Turamiz azizlar, o'rnlarimizdan to'xtatmasdan qarsaklarni chalamiz. Kechamizning asl qahramonlari Islombek hamda Yulduzxonlarni davraga munosib tarzda qarshi olamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Haqiqiy shahzodasi Kiyov to'ramiz Islombekni davrada qarshi olamiz. Guldiroz qarsak bo'lsin.
shifo bilan kelibdi. Asta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Asta asta qadam bosar, qutlug' bo'lsin qadamlar. Hayo bilan xirom aylab, xumo bilan kelibdi. Kelibdi, kelibdi, xumo bilan kelibdi. Kelibdi, yo kelibdi, vafo bilan kelibdi. To'yoq shami xonadonga nur taralib bir zumda. To'yoq shami xonadonga nur taralib bir zumda. Go'yo tundan quyosh chiqib ziyo bilan kelibdi. Nazokati chiroyi yoshligiga yosh qo'shib, andishayu odob degan sarfo bilan kelibdi. Kelibdi, kelibdi, xumo bilan kelibdi. Kelibdi, yo kelibdi, vafo bilan kelibdi. Kelibdi, kelibdi, xumo bilan kelibdi. Kelibdi, yo kelibdi, vafo bilan kelibdi. Yoshlarimiz sha'niga bildiroz qarsak bo'lsin. Salomat bo'lasizlar, ko'z tegmasin. Bravo. Bugun yoshlarimizni davraga juda ham munosib tarzda qarshi oldik. Buning uchun o'rlardan turib qarsaklarni to'xtatmasdan chalib qarshi olgan barcha aziz mehmonjonlarimizga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. O'tirib joylashib olamiz azizlar. Qolaversa kelin kuyovlarimizni o'zlarini ajoyib raqslari bilan qarshi olishda yaqindan yordam bergan yigit qizlarimiz Nelly Dance ansambliga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mashalloh deymiz. Yoshlar bir-birlariga o'ziga ko'z qo'ygandek munosib ekan. Albatta, baxtingiz ham o'zingiz kabi go'zal bo'lsin deya niyat qilamiz azizlar. Mana shu yerga tashrif buyurgan har bir inson qalblarida yaxshi niyatlari, samimiy tilaklari ila tashrif buyurishgan. Biz san'atkorlar ham kelajakda yoshlarimizga tojlar taxtini, insonlar baxtini, fasllar bahorini-yu gullar ra'nosini qolaversa, chinor umrini tilab qolamiz. Musaffo qalblar ham, shahlo ko'zlaringiz esa nam ko'rmasin deya bugungi ajoyib shodiyonani ochib berishlik uchun biz mamnuniyat ila xonadonni eng yoshi ulug' insonlarni davriga chorlasak. Marhamat, Ulug'bek akamizni, Maqsad akajonimizni, Rahatay, Zulxumor, Komil akalarimizni davraga kelishlarini so'raymiz. Iloh xalqimizda chiroyli bir gap bor. Duo bilan boshlangan har bir ish xayrli bo'ladi deyshadi. Shunday ekan azizlar, bugungi to'yimizni boshlovchisi sifatida men ham mana shu udum an'anaga rioya qilib, yoshi ulug'larimizdan duo fotihalarni, to'y tilaklarini eshitib, bugungi shodiyonamizni ochib olish niyatidaman. Marhamat, ismi chiqqan insonlar, otalar, onalar, kelamiz. Davra markazi sizlar uchun muntazir. Marhamat, bormilar? Otalarimiz, onajonlarimiz. Isminglar chiqqan bo'lsa kelamiz, hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli otalar, onalar. To'y egalari bir necha daqiqalardan keyin tilaklar sahifasiga taklif etiladi. Hozir esa biz yoshi ulug'larimizni, faqatgina otalarimizni, onalarimizni, ismi chiqqan insonlarni davrada ko'rsak juda mamnun bo'lardik. Otalarimizga, onajonlarimizga assalomu alaykum deya yuzlanamiz. Xush kelibsiz. Qadaminglarga hasanotlar bo'lsin. Xudo xolasa yoshlar baxtli bo'lsin deya niyat qilamiz. To'y tilaklarini, duo fotihalarini eshitsak. Marhamat.
Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Islombek bilan Yulduzxonning baxsh kechasida kelib o'tirgan ekansizlar, hammalaringizni shunday yaxshi kunlarga yetkazaversin. Baxtli bo'lsin Yulduzxon bilan Islom. Islom baxtli bo'l. Islom baxtli bo'l Xudoyim. Shuhrat muborak, kelinlar qutlu bo'lsin. Xizmatlari buyursin, el xalqqa yaxshi bir o'rnak bo'ladigan kelin kuyov bo'lsin Xudoyim. Baxtli bo'ling. Otalarimizga tashakkurlar izhor etamiz. Ra'no opamiz ham davriga qo'shilsalar juda mamnun bo'lardik. Kelinglar, go'zal onajonlarimizdan to'y tilaklarini eshitamiz. Allohim bu nikohni xayrli qilgan bo'lsin deya niyat qilamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum hammaga. Shuhrat muborak. Boshlab o'tirgan to'ylaringiz so'ng bo'lsin. Shu uylanib o'tirgan Islombek bolam kelin bilan qo'sha qarib, baxtli hayot surib, Xudoyim bir baxtli bolalarning ota-onasi bo'lg'aysiz. Muborak bilan Shuhrat hamma qavm qarindosh, sizlarning yaxshi kunlaringizni ko'ruvlarda nasib etgay Xudoyim. Shu baxtli bo'lg'aysizlar. Endigi yil Xudoyim beshik to'ylarda shitib 4 ko'z to'ylar o'tiruvlarni Allohim nasib etsin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va mezbonlar, quda-qudag'aylar. Xudoyim mana balamiz Islom bilan Yulduzning baxti bo'lsin. Xudoyim baxt kechasida o'tirgan ekanmiz, shularga uzoq umr, din sog'lik, mahkam. Xudoyim shu mustahkam semiya qursin, ota-onasina hadal xizmat qilsin, ko'zidan ko'paysin, ömrli chibil bo'lsin. Endigi yillar Xudoyim beshik to'yida o'tirurlar nasib etsin. Hammaga shu to'ylarda yaxshi kunlar tilayman. Neki yeryüzünde yaxshi niyatlar bo'lsa, farzandlarimga tilayman. Mustahkam semiya qursin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Muborak Shuhrat. To'ylaringiz qutlu bo'lsin. Farzandlaringiz baxtli bo'lsin. Oldingizda sojirsin. Xudoyim endigi yil alla to'ylarida o'tirmak nasib etgay. Dunyoda eng yaxshi tilaklar Islombek, Yulduzxon sizlar uchun. Allohim sizlarga yor bo'lsin. Rahmat, salomat bo'lasiz. Juda chiroyli niyatlarni izhor etdingiz. Aytilgan har bir tilaklar Alloh dargohida qabul bo'lsin deymiz. Hamisha mana shu yosh avlodni duo qilib yurishdan charchamang. Otalarimizga, onajonlarimizga tashakkurlar izhor etamiz, ruxsat beramiz. O'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz azizlar. Albatta, mana shunday tilaklar ostida bugungi shodiyonimizni tantanali ravishda ochiqda e'lon qilamiz. Shu o'rinda yoshlarimizni tutungan onajonisi bormilar? Raya onajonimizni davriga chorlasa, kelin poshshamizni yuzlarini ochib qo'ysangiz bo'ladi. To'ylar muborak sadolari ostida kelin poshshamizni yuzlarini ochib qo'yadilar. Salomat bo'lasiz. Kelin kuyovlarimizga esa o'tirishga ruxsat beramiz. O'zingiz orzu niyat qilgandek chiroyli bir baxtga erishing deymiz. O'tiramiz, sizlar uchun ajoyib tarzda shoh sipalaringiz bezatilgan taklif etamiz. To'yimizni albatta mana shu to'yxonamizni, davramizni to'rida o'tirib bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi. Azizlar, biz esa barcha aziz mehmonlarimizga bugungi oqshom davomida albatta xush kayfiyat hamroh bo'lsin deymiz. Dasturxonimizga qo'yilgan barcha noz-ne'matlar faqat va faqat sizlar uchun. Endi esa kechamizning badiiy qismini boshlasak ham bo'laveradi. Shunday ekan, so'z jarang sochsin, qadahlar to'ldirilsin. Bugungi oqshomning ibtidosidan to intihosiga qadar siz aziz mehmonlarning ko'nglingizga iliqlik ulashish niyatida tashrif buyurgan san'atkorlarga navbatni beramiz. Azizlar, ayni bugungi oqshom uchun Xorazmdan tashrif buyurgan Istiqlol Karnay Surnay sadolari siz uchun xizmat qiladi. Marhamat, qarshi oling. Istiqlol Karnay Surnay sadolari.
tashakkurlar izhor etamiz. Istiqlol karnay surnay sadolari. Yigitlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'rtadagi qizil yo'lakchalarni olib qo'yishingizni Yakkasaroy to'yxonasini chaqqon yigitlaridan iltimos qilamiz azizlar. Bugungi shodiyonimiz maxsus ssenariy asosida o'tkaziladi. Shunday ekan, oqshom yakuniga qadar aziz mehmonimiz bo'ling deymiz. Qolaversa, bugungi shodiyonimizni tarix zar varaqlariga muhrlayotgan Jangabayev studiyasining ishchi xodimlari, professional yigitlari sizni xizmatingizda. Jangabayev studiyasi sizga har doim eng yuqori sifatdagi foto hamda video lavhalarni taqdim etadi. Shunday ekan, oqshomni mana shunday ko'tarinki kayfiyatda davom ettiramiz. Farzandlaringizni biroz chetroqqa, yoningizga olib o'tirishingizni iltimos qilamiz, sababiki sizlar uchun musiqiy guldastalarimiz davom etadi. Qarshi oling, Nelly Dance ansambli yigit qizlari ajoyib milliy raqslarimizdan taqdim etadi. ko'z tegmasin deymiz albatta. Rahmat, tashakkurlar izhor etamiz. Sizlar bugungi shodiyonimizni mana shunday chiroyli musiqiy guldastalar bilan birgalikda davom ettiramiz. Azizlar, bugungi oqshomni olib borishlik vazifasi menga topshirilgan ekan. Sizning xizmatingizda Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Kamina Kamtarin Gulnigor Sapayeva bugungi shodiyonani so'zlar, qo'shiqlar orqali sizga ta'riflab yetkazishga harakat qilaman. Demak, azizlar, sizlar uchun lirik qo'shiqlarimizni taqdim etamiz. Barchaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin deymiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. So'zlari asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman. Bilsang hijron o'limdan yomon. Ey go'zal,
so'zlari asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman, bilsang hijron o'limdan yomon. Sochlaring o'ynaydi shamolda, o'xshashing topmadim jamolda. Sochlaring o'ynaydi shamolda, o'xshashing topmadim jamolda. Qalbing qalbimdan yiroqda, shundan jonim qiynoqda. Qalbing qalbimdan yiroqda, shundan jonim qiynoqda. Ey go'zal, so'zlari asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman, bilsang hijron o'limdan yomon. Uzatsam qo'lingga qo'limni, nechun kechding ahdingdan. Uzatsam qo'lingga qo'limni, nechun kechding ahdingdan. Yolg'iz sevsam o'zingni, judo qilding baxtimdan. Tanho sevsam o'zingni, judo qilding baxtimdan. Ey go'zal, so'zlari asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman, bilsang hijron o'limdan yomon. Ey go'zal, so'zlari asal, sensiz menga o'lim afzal. Qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman, bilsang hijron o'limdan yomon. Öpüştüm resimlerinle, şarkımız çaldı dinledim. Bütün gece bekledim, yine sabah oluyor. Belki sen gelersen diye ışıkları söndürmedim. Yine doğan sabaha hizmetim oluyor. İçimde hatıralar delik deşik, mektupları okudum seçip seçip. Karanfilin kokladım senin için, odam hasret kokuyor. Aynanın karşısına geçip geçip kaderime ağladım
içip gönül sayfamda canım açık seçip senin adın yazıyor. Öpüştüm resimlerinle, şarkımız çaldı dinledim. Bütün gece bekledim, yine sabah oluyor. Belki sen gelersen diye ışıkları söndürmedim. Yine doğan sabaha hizmetin oluyor. İçimde hatıralar delik deşik, mektupları okudum seçip karanfilin kokladım senin için, odam hasret kokuyor. Aynanın karşısına geçip kaderime ağladım içip gönül sayfamda canım açık seçip senin adın yazıyor. İçimde hatıralar delik deşik, mektupları okudum seçip karanfilin kokladım senin için, odam hasret kokuyor. Aynanın karşısına geçip kaderime ağladım içip gönül sayfamda canım açık seçip senin adın yazıyor. Sizlar bugun xonadon sohibalari o'zlarini xursandchiliklariga sherik qilish niyatida siz u bizni mana shunday chiroyli koshona ostiga yig'gan ekan. Yana bir bor bugungi ayyom, bugungi to'ylar, bugungi yaxshi kun muborak bo'lsin deymiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Bugün bayram baxtidan shirin, qadrdonlar bo'lsa jam shirin. Yaxshi kunning so'zi ovozi dinmasa hech bundan ham shirin. Aman aman bu zamonamiz, qadamdan yashnasin osmonamiz. Dillarni shod etsa taronamiz, bu damlar shirindan shirin. Yaxshi kun bugün biz uchun. Yayrang, o'ynang siz. Yaxshi kun beg'ubor bu kun, do'stlar bilan bugun. Quvonib yuzlashdik budan, diydor ham dillarga bayram. Yurakda shu tilaklar, allaga ulansin uran. Yurakda shu tilaklar, allaga ulansin uran. Yaxshi kun bugün biz uchun. Yayrang, o'ynang siz. Yaxshi kun beg'ubor bu kun, do'stlar bilan bugun. Yaxshi kun bugün biz uchun. Yayrang, o'ynang siz. Yaxshi kun beg'ubor bu kun, do'stlar bilan bugun. Yaxshi kun bugün biz uchun. Yayrang, o'ynang siz. Yaxshi kun beg'ubor bu kun, do'stlar bilan bugun.
Elimizin hurmatlari uchun shu qo'shiqlarimizni davom ettiramiz. Mana shu Xorazmcha aytayapman. Qani birgalikda o'ynaymiz azizlar. Bizi başlattın taşlasın can, bana kızışasın gelip gelsin. Bizi başlattın taşlasın can, bana kızışasın
Rahmat, salomat bo'lasizlar azizlar. O'tirib joylashib olamiz. Sababi dasturxonimizga qo'ling o'rgilsin oshpazlarimiz tomonidan tayyorlangan palovxon to'ralar tortildi. Shunday ekan, xonadon egalarining iltimoslariga binoan sizni dasturxon atrofiga taklif etamiz. Endi azizlar, markazni ochib olamiz. Bolajonlarimiz endi davrada mazza qilib, yayrab, o'ynab yurishibdi. Albatta, sizlar uchun yanada oqshomni chiroyli raqslar bilan davom ettiramiz. Sizlardan iltimosimiz esa farzandlaringizni biroz chetroqqa, markazdan yiroqroqqa olib o'tirishingizni so'rab qolamiz. Yana bir bor sizlar uchun Neyli Dance ansamblining yigit-qizlari ajoyib raqslardan taqdim etadi. Qarshi oling, Neyli Dance ansambli. Bravo! Neyli Dance ansambli yigit-qizlariga mana shunday ajoyib raqslar uchun
o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz azizlar. Oqshom mana shunday yuqori kayfiyatda davom etadi. Biz esa tilaklar sahifasiga yetib keldik. Davra markaziga mamnuniyat ila Islombek hamda Yulduzxonning ota-onalarini chorlash niyatidamiz. Marhamat, kuyovtoramiz Islombekning ota-onalari Shuhrat otajonimiz hamda Muborak onajonimizni kelishlarini so'raymiz. Ular bilan birgalikda Yulduzxon qizimizni ota-onalari Rashid otajonimiz hamda Manzura onajonimiz va albatta yoshlarimizning tutingan ota-onalari Farruh akamiz hamda Raya opajonlarimizni davraga mikrofon qarshisiga taklif etsam, fotosessiya jarayonidan so'ng esa albatta yoshlarimiz markazga chiqishlarini so'rab qolamiz. Marhamat, hurmatli ota-onalar, davra markazi mikrofon qarshisi sizlar uchun muntazir. Yigitlar, fotosessiya jarayonini tezlashtirishingizni so'raymiz. Albatta, hurmatli yoshlarimizga murojaat qilamiz. Fotosessiyadan so'ng esa shohsupalardan ko'tarilib, ota-onalarimizni qarshi olsangiz nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Azizlar, bugun Allohimning nazari Alambergenovlar xonadoniga tushib, bugun albatta ota-onalarimiz elga, xalqqa shunday chiroyli to'ylarni taqdim etayotgan ekan. Yana bir bor ota-onalarimizga muborak bo'lsin deymiz. Yoshlarimizni xizmatlari buyursin. Xudo xolasa Allohim bu nikohni xayrli qilsin deya niyat qilamiz. Albatta, hurmat yuzasidan qizimizni otajonlariga biz so'z navbatini berish niyatidamiz. Otajon, xush kelibsiz. Islombek, Yulduz, baxtli bo'linglar. Tilayotgan qilasiz, barakatli bo'lib, sog'lik farzandlar ko'rgaysiz, eng yaxshi seminarlardan bo'lgaysiz. Rahmat, salomat bo'lasiz. Ko'z tegmasin deymiz. Otajonimizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa xudochilik ming yilchilik emas, umrboqiy bo'lsin deya niyat qilamiz. Ana endi esa azizlar, bugungi to'ylarni hammadan ko'ra ko'proq kutgan farzandlar uchun molini, jonini ayamagan insonlar bugun bag'rini ochib, borini sochib, elga, xalqqa shunaqa chiroyli to'ylarni taqdim etayotgan kuyovtoramizni otajonlaridan ham dil so'zlarini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibati lil muttaqin vassalatu vassalamu ala rasulihi va ashabihi ajma'in. Hammalaringiz yoshi to'ylari qutlug' muborak bo'lsin. Hammalaringiz shunday yaxshi kunlar yetiraversin. Shu Islombek bolam, qizim deymiz endi, Yulduzxonni bo'layim, shu ikkingiz baxtli bo'ling. Alloh haq subhanahu va taolo bergan umrini shunday bir yaxshi, fayzli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning shu ko'rsatgan izlaridan yurishini Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolaman. Xudoyim shu yaxshi umr kechirishlaringizni, o'zlaringizdan soliha farzandlar chiqishlarini Alloh subhanahu va taolodan so'rab duo qilib qolamiz. Xudoyim Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim rahmatika arhamar rohimin. Baxtli bo'linglar qizim. Ilohi amin. Otajonim, juda chiroyli niyatlarni izhor etdingiz. Albatta, Allayaroflar xonadoniga mana shu kelin poshamizni poy qadamlari qutlug' kelgan bo'lsin. Xudo xolasa xizmatlari buyursin. O'g'il qiz o'rnida qabul qilasiz. Albatta, jannatlarda mana shu farzandlaringiz sizdek ota-onalariga toj kiydiradigandik yuqori martabalarga erishsin deya niyat qilamiz. Otajonimizning hurmatlariga nahotki bitta chiroyli qarsak yo'q. Bu qarsaklar siz uchun ko'z tegmasin. Ana endi esa bugundan boshlab bir emas, ikkita farzandlik vaqtiga muyassar bo'layotgan yoshlarimizni tutingan otajonisidan to'y tilaklarini eshitamiz. Muborak bo'lsin. Balam İslam qizim Yulduz, sizlarga baxt tilayman. Allohning bergan umrni mazmunda yashab,
qo'sha qarib ata-enangizga halol xizmat qilib nasib etgay Alloh taolo. Shuhrat dayimning tilaklari qabul bo'lgay, shon qo'shilaman men ham. Baxtli bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, otajonlarimizga tashakkurlar izhor etamiz. Allohning bergan bu oliy ne'mat joningdan ham aziz albatta farzand. Ikkita insonni, ikkita jonni bir-biriga bog'lovchi payvand bu albatta farzand. Azizlar, bugun farzandlar sabab ikkita xonadon, quda qarindosh bo'lmoqda. Albatta mana shu bog'langan rishtalar muborak bo'lsin deymiz. O'rtadagi bordi keldi, hurmat izzat hech qachon yo'qolmasin deya Yulduzxon qizimizni oq yuvib, oq tarab bugun mana shu fayzli xonadonga yorug' yuzlar ila uzatayotgan qizimizning onajonisidan-da to'y tilaklarini eshitamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Bugun mana qizim Yulduz ham balam Islomning nikoh kechasi ekan. Shu sababdan foydalanib, bolalarga baxt tilayman. To'ylarimiz o'ng bo'lsin. To'y bo'laversin. Baxtli bo'lsin yoshlar. Rahmat onajon, xudo xolasa yanagi yili sizga oltin beshiklarni mana shu xonadonga olib kelishlik nasib ro'z aylasin deymiz. Agar otamdan ruxsat bo'lsa, men onajonimni bir qadam oldinga chiqarsam maylimi? Mayli dedilar. Keling onajonim. Bilasizmi azizlar, aslida bugungi to'ylarni hammamizdan ko'ra ko'proq kutgan inson mana shu onajonim hisoblanadilar. Olmasam gar ko'nglim to'lmas onajonim duosini. Olmasam gar yo'lim bo'lmas onajonim duosini, qayda bo'lmay yo'qlagayman. Mehrin asrab saqlagayman. Axir qanday oqlagayman onajonim duosini. Umrim bo'yi g'amin yerman, so'zim durga alishtirmam, simu zardan ortiq derman onajonim duosini deya azizlar, bugungi kechamizda haqiqiy qirolichasiga bitta qarsak so'rasam, monand qarsak bo'larmikin davrada? Onajon, bu qarsaklar siz uchun. Dildagi so'zlarni eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum mehmonlar. Islomjon balam, Yulduz qizim, baxtli bo'linglar. Baxt tilayman. Doim o'zlaringizdan ko'payinglar. Shu dunyoda qanday yaxshi tilaklar, istaklar bo'lsa, hammasini sizlarga tilayman. O'ylagan niyatlaringizga yetkaysizlar Xudoyim. Hamisha yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Bugun onajonim juda ham hayajondalar. Ko'z tegmasin deymiz onajonimizga. Albatta yoshlarimizni xizmatlari buyursin. Ana endi esa azizlar, bugun mana juda ham bir chiroyli vazifani bo'ynlariga olayotgan yoshlarimizni tutingan onajonisi Venera onamizdan ikki og'iz dil so'zlarini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi bolalarimizning baxt to'yina jinolan qo'noqlar. Ikki jasda baxt tilayman. Aldımız hamon jirga xizmatlari buyurg'ay. Baxtli bo'lsin. Baxting shu xizmatga yarasa joning, duo qilib tursa tilab iymoning, davlating shu erur savlating sening uyingning to'rida, otang o'tirsa, otangning yonida onang o'tirsa, so'zlasang so'zlaring ravon bo'ladi, borligi joningga darmon bo'ladi, ko'ngling to'q bo'ladi, ko'ngling to'ladi, to'yingning to'rida, otang o'tirsa, otangning yonida onang o'tirsa deyshadi. Ota-onalarimiz sha'niga guldiroz qarsaklar bo'lsin. Ota-onalarimizni farzandlar tomon yo'naltirib qo'yamiz, tabriklab, esdalik uchun sovg'a salomlarni topshirib, rasmlarga tushib qo'ysangiz bo'ladi. To'ylar barchaga muborak bo'lsin. Qale yaxshi o'tiribsizlar, tinchmi, sonlar yaxshimi? Kamchiliklar yo'qmi? Hammasi yaxshi, yetarli. Kamchiliklar bo'lsa, ha endi to'ychilik. Yaxshi niyatda to'ylar qildik, mehmon bo'ldik ko'pchilik. Yorroni, yoringdan o'rgili. Kastamishim bilan modni bo'ylaringdan o'rgili. Yorroni, to'ylar bo'lsin muborak. Qistir shart emas, to'ylar bo'lsin chiroyli.
kelli Yar yar ey modni kastam shimlar muborak Dung'ir to'ylar qilgan o'zbegimdan hor kelli Marhamat hurmatli ota-onalar, esdalik uchun rasmlarga tushib qo'ysak bo'ladi. Xizmatingizda Jangabayev studiyasining chaqqon yigitlari. Salomat bo'lasiz. Ota-onalarimizga tashakkurlar izhor etamiz. Aytilgan barcha tilaklar Alloh dargohida qabul bo'lsin deya niyat qilamiz. Ana endi esa kechamizning eng shirin daqiqalariga yetib keldik. Albatta, yoshlar bilan birgalikda bugungi to'y shirinliklarini kesamiz hamda yoshlar bir-birlariga taqdim etadi. Yakkasaroy to'yxonamizning ishchi xodimlari, chaqqon qizlari tort kesish uchun barcha kerakli anjomlarni tayyorlab berishingizni so'raymiz. Yoshlarimiz uchun atalgan tortlarni davraga olib chiqasiz. Marhamat. Marhamat hurmatli yoshlar, Islombek, Yulduzxon, sizlar uchun tayyorlangan eng shirin tortlarni kesib, bir-biringizga taqdim etsangiz bo'ladi. Çikki seni seviyorum, seni özlüyorum. Çok 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 çikki seni seviyorum, seni özlüyorum. Yok 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 Sezimin var da sen meni tangda ikimiz aynalayı hanşayım mihanga Anamday suyim, adamday suyim Havaday sen shumaqtan jeb qo'ysang da almay Shurshi qilg'am seruen deb qaydayim Rahmat, salomat bo'lasizlar. Albatta, bugundan boshlab O'zbekiston, Qoraqalpog'iston Respublikasida yana bitta oila ham shar'iy ham rasmiy paydo bo'ldi. U ham bo'lsa 2 yosh qalbi quyoshlarning oilasi. Mana shu oila atalmish saltanat sarhadlariga qo'yayotgan qadamingiz qutlug' kelishiga umidvormiz. Osmondan ilohiy nikohingiz yuborilgan roz bo'lsin. Sevilib yashang. Sevgi muhabbat sizlarni hech qachon tark etmasin. Ana shu sevgingizning mahsuli kelajakda solih hamda soliha mo'min muslima farzandlar bo'lsin deya niyat qilamiz hamda yoshlarimiz Islombek hamda Yulduzxonlarga o'tirishga ruxsat beramiz. Azizlar, tabriklar xususida to'xtalar ekanmiz. Tabriklar turli xil bo'lar ekan. San'atkorlarimiz o'z kuy-qo'shiqlari bilan majoziy ma'noda tabriklashsa, aksariyat mehmonlarimiz esa davra markaziga kelib o'zlarini ajoyib tilaklarini izhor etib tabriklashlik imkoniyatiga ega ekan. Yana bir tabrik turi bor ekanki, u ham bo'lsa raqsinkor tabrik. Azizlar, biz san'atkorlar tomonidan kuylanadigan sho'x qo'shiqlarga davra markazini egallab, o'zingizni raqslaringiz bilan xonadon egalarini majoziy ma'noda tabriklashlik imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Sizlar uchun Retro Show ansambli kuylaydi. Barchani raqsga taklif etamiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Qarshi oling. Retro Show.
за жизнь без чайханы. Хоть бывает здесь и тесно, чайхана ты чудо-рай. Чтобы песня стала песней, с нами вместе напевай. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Ну играешь, шоколадка, чики-та, чики-чики-чики-та. Ну не знаешь, шоколадка, чики-та, чики-чики-чики-та. Что знаешь, шоколадка, чики-та, чики-чики-чики-та. Marhamat, sizlar uchun yana shosha qo'shiqlarimiz davom etadi. Gördüm de birden adaldım, urladı esli janarım. Sunduk duymana bilerim, canına tayal baramam. Толкын шашлары, елге қарамастар қабағыңнан. Ысты оттай, қарағаны жоқтай жанарыңнан. Толқын шашлары, елге қарамастар қабағыңнан. Ысты оттай, қарағаны жоқтай жанарыңнан. Matabatım basılmağın, kızıl gülüm açılmağın. Barışındığın jasırmağın, kuş yüreğe kosulmağın. Men oralıp gelip bugün, sarıkanlı senin günü. Sıyga bergen göz munçağım, gözge düşsün senin doğru. Göz munçağım kolundadır, göz munçağım üzülüptü. Karar gözlerini görmegenden kızılıptı. Mağan degen mas gönlün, әлде kimden bozuluptı. Göz munçağım kolundadır, göz munçağım üzülüptü. Sen sonday sütümdesin, oyundu kim bilsin. Sen кейде bir türlüsün, endi şenep tursun. Жасыл шаш кекілдісің, орамалды келінсің. Бірақ неге күлкілісің, сенен сені ешкімге де бергім келмейді. Қатырмашы болдым енді, жоқ дегеніңе сенбейм. Ұқсатсаң мені, жүрегімде оны дәлелдейді. Дәрігерім сенсің енді, құшақтаған бәрінен бейт. Лали лали лали, лали лали лали, лали лали лали, лали лали лали.
mahabbat çirkin so'ray. O'zingdek suluqni qarata kimga o'ngay. Yurakni jalagan ajoyibsin o'zing. Dilda sevas, tunda sevas, jonim qalay. Men birga kelib ko'ngilga aşık bo'lib qoldi yurek. Asıqla jonim birga qilmadim taqdir balday. Qisqalda qilsin qanday, ko'zimda qaldim suyib, ko'zimda qaldim almay. Yaşımısız hava, kalsın peşin hava, uzak yaşa hava. Usulü tesirinden yürekler tık tık vurar. Ay dişini şart demesen gözünüz ay tutturar. Yakışımısız, var mısınız ey? Zor musunuz ey? Canlımısız, yaşımısız, kalsın peşin, uzak yaşayın. Yakışımısız, var mısınız ey? Zor musunuz ey? Canlımısız, yaşımısız, kalsın peşin, uzak yaşayın. Canlımısız, yakışımısız, var mısınız ey? Zor musunuz ey? Canlımısız, yaşımısız,
qarshi qo'shing izlab yashang o'g'lon. Mana to'xtaymiz. Navbatdagi qo'shig'imiz kuyov jo'ralar uchun maxsus bo'ladi. Uylanmaganlar bormi? Qani yoshami? Shildir shildir suvlar oqar mahallani arig'ida, qizlar ichi jonga yoqar aylonamiz har yog'ida, aylonamiz o'rgilamiz, gaplasholmay qiynalamiz, bo'ylarimiz yetib qoldi, endi biz ham uylanamiz, aylonamiz o'rgilamiz, gapatolmay qiynalamiz, suyganimiz aytolmasak, do'stlar qachon uylanamiz, aylonamiz o'rgilamiz, uchrasholmay qiynalamiz, bo'ylarimiz yetib qoldi, do'stim qachon uylanamiz. Vatanim guli sizlar, barno yigit shoh qizlar. Vatanim guli sizlar, barno yigit shoh qizlar. Zamonamda ozod qush, davraga tush, davraga tush. Zamonamda ozod qush, davraga tush, davraga tush. Canonga bordim bir kecha, bir bosib astagina, canon yotar los uyquda, chekim eshik astagina. Canonga bordim bir kecha, bir bosib astagina, canon yotar los uyquda, chekim eshik astagina. G'ayra g'ayra dam-badam, olama jonim sandan, g'ayra g'ayra dam-badam, she'r zabonim sandan, g'ayra g'ayra dam-badam, olama jonim sandan, g'ayra g'ayra dam-badam, she'r zabonim sandan. Mana to'xtamaymiz. Retro show sizlar uchun. Retroga aylangan qo'shiqlarda taqdim etadi. Güneşi bilmez, ay bilmez, aşk çölü düzen kalbimden aygırmazsa aşkı en ayıbı kullar arasında en ayrı ben. Ne hasar, ne hasar kaldı inan aşkımdan, ne arar, ne sorar, vefasız ozanım ya. Bu kadar mı, bu kadar mı acımasız oldun sen? Bu kadar mı, bu kadar mı özledim de aramadın neden? Bu kadar mı, bu kadar mı acımasız oldun sen? Bu kadar mı, bu kadar mı özledim de aramadın neden?
Ya gel bana sahici sahici ya da anca gidersin. Anasının kızısı, ciğerimin gücüsü, kız bunun cakası. Kız hepsi senin mi? Kız hepsi senin mi? Kız hepsi senin mi? Oynama şıgıdım şıgıdım, oynama şıgıdım şıgıdım, oynama şıgıdım şıgıdım. Ah yıllar döner acayipsin. Oynama şıgıdım şıgıdım, oynama şıgıdım şıgıdım, oynama şıgıdım şıgıdım. Ah yıllar döner acayipsin. Azar azar, keder bize mi azar? Böyle gelmiş
yürümeyey Düsürü kadamına Yolda tıkan girmeyey Yüzü kattı bendelerine sana yüzü değmeyey Valla vergön verdelerine başkalara vermeyey Ala göz boy boy, kara göz boy boy Ala göz gel barıda, kara göz gel bari Ala göz boy boy, kara göz boy boy Ala göz gel barıda, kara göz gel bari İşte rahmat, sağ bo'lasiz, salomat bo'lasiz. O'tirib joylashib olamiz azizlar. Marhamat.